Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugungi bizning obzorimizda Italiyadan to'g'ridan-to'g'ri tashrif buyurgan qahva mashinasi DeLonghi Primadonna Aromatic Ecam 675 TM modelimiz bo'ladi. Bu qahva mashinamiz butunlay yangi qahva mashina bo'lib 2025-yilda chiqqan bo'ladi va buni oldingi bundan versiyasi Primadonna Soul bo'lib, undan bir-biridan farqi shundaki, bu apparatimizni уже ko'rib turganingizdek ekran hajmi kattalashgan bo'ladi va qo'shimchasiga bu apparatimizda hozirda 38 xil turdagi qahva ichimliklari mavjud bo'ladi. Undan oldin qahva mashinamizda esa Primadonna Soul modelimizda 16 ta turdagi qahva ichimlikimiz mavjud edi. Hozirda esa 38 xil turdagi qahva ichimliklarimiz mavjud. Bu qahva ichimliklarimiz ham issiq, ham sovuq bo'lib, bemalol yozni jaziramasida ham hatto uydan chiqmagan holatda salqin qahva ichimliklarini ichsangiz bo'ladi. Bunga bizga yordam beruvchi kapuchinolarimiz bor. Ko'rib turganingizdek, bu ikki xil turdagi kapuchinolarimiz mavjud. Birinchisi qora rangligida biz sutimizni issiq holatda ko'pirtirsak bo'ladi va oq rangligida esa sutimizni sovuq holatda ko'pirtirsak bo'ladi. Yana bir qo'shilgan funksiyasi shundaki, bunda qo'shimcha hozir Coffee Routine texnologiyasimiz mavjud. Buni ko'rib tursangiz bo'ladi, 3 xil turdagi vaqtimiz belgilangan. Xo'p, bu nima uchun kerak va nimaga bu qo'yilgan o'zi? Aytib o'tgandek, bu qahva apparatimizda 38 xildagi qahva ichimliklarimiz mavjud va ularni har bittasini topguncha vaqtda o'tib ketishimiz mumkin. Bu texnologiya yordamida sizning siz ichgan qahva ichimliklarini qahva mashinamiz o'zi eslab qoladi va o'sha qahva ichimliklarini har doim sizga qulay bo'lish uchun spiskamizning boshiga qo'yib beradi. Yana ustunlikka kelgan bo'lsak, bu qahva apparatimizda yana bin adapt texnologiyasimiz mavjud. Bu texnologiya nimaga kerak desanglar, bilasizlar, qahva espresso qahvasi ideal chiqish uchun unga o'ziga kerak darajada uning maydalanishi bo'lishi kerak, uni o'ziga yarasha kofeni, suvni issiqligi bo'lishi kerak. Bu apparatimiz bin adapt yoqqan holatda sizga espresso qahvamizni ideal tarzda iste'mol qilishga tayyor holda qilib beradi. Qahva mashinamizning xarakteristikalariga kelgan bo'lsak, bu qahva mashinamiz Italiya sborka bo'ladi va qo'shimchasiga yana bunda suv idishimiz to'liq 2 litrlik bo'ladi. Bu degani hajmi juda ham ko'p va qayta suv solish shart emas. Davleniyaga kelgan bo'lsak, davleniyasi bu apparatimizda 19 bar bo'ladi. Bu degani bemalol uy sharoitida emas, faqatgina hattoki ofis sharoitida ham ishlatsak bo'ladi. Bu kofe apparatimizni kuniga bemalol 110 tagacha qahva tayyorlab bera oladi. Yana ko'rib turganingizdek, общий korpusi o'zi pol metalldan qilingan bo'ladi va ichidagi qizdiruvchi moslamasi ikkita bo'ladi. Bu degani har bitta qahvamiz oddiy qahva mashinasidan ko'ra tezroq tayyor bo'ladi. Juda ham tetiklantiruvchi bo'lgan sutli kapuchino plus qahvamiz tayyor bo'ldi va biz uni totib ko'ramiz. Juda ham mazali.